Bitta yonib ketgan. Reduktor kerakmas deysizlar. Mana ahvol. Mana oxir-oqibat reduktor qo'ymagan, mana gaz plita yonib ketgan. Bunlari. Endi mana reduktor qo'yapmiz. Kanalizator, filtr, reduktor qo'yapmiz. Buradan mana gaz sensoriga o'chiradi. Filtrni yondirdik. Endi buni yondiramiz. Bu mana kelyapti. Gaz sensoriga o'chirish kerak. Gaz sensoriga o'chirish kerak. Mana ko'zini ochamiz. Mana shu gazni hidini sezib o'chirish kerak. Mana o'chirdi. Gazini sizini hidib o'chirdi. Qachonki svet bo'lsa, gaz hidini sensoriga u o'chiradi. Qayerda klapani bor? Mana shu yerdan o'chiradi kranning oldidan. Yaqinlashib.